Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar. Golland tili grammatik dərsimizə xoş gəldinizlər. Biz bugün 55-ci dərs, yəni listing, yəni tiniş belgilerinki ən axırqı 4-cü qismi bilan tanışıb çıxımız. Bu dərslərimiz 4 qismdən düzülgən bir yürüyüş dərslərdir. Bugün ən axırqı 2 qismi bilan tanışıb çıxımız. Yəni tiniş belgilərinin nimaligi, onun mühimligi to'g'risida burungi darsda so'zlagan. Bugün o'rganadigan qism, yəni vexlating stripi bilan apostrof, yəni qisqartirilmasi. Landabau, Townbau, Ackerbau deb ifodalasimi bo'ladi, lekin normalda unda yozmaydi. Yani normalda qisqartirib land, siziq tartiblam town, siziqchan Ackerbau. Land, town, Ackerbau deb mushtalam yozuvchi. Yani qisqartirilma siziq degan dal mushu shakl. Yani masalan misol radio and televiziya programma. Buning asl shakli esa radio programmas and televiziya programmas. Lekin buni qisqartirib radio va televiziya programmasi deb mushtalam yozadi. Yani for and achterdur, yani fordur and achterdur yazganda işte for siziq tartiblam and achterdur. On and out keleyden, yani on keleyden and out keleyden yazganda işte yazmaz. In basis and gevorderde training, yani basis training and gevorderde training bunun o'xshashlam. Basisning yanıga siziq tartib qo'ysaqlar, training degani bildirdi. And basis and middelbaar onderwijs, yani basis onderwijs and middelbaar onderwijs. Şu bu o'xshashlam yani. Yani mushundaq bir grupdan tarkib topgan bir turkum so'zlardan onun keyindiki so'z o'xshash bo'lib qolsa, uni qisqartirilma siziq orqali ifodalab mushta shaklda yozamiz. Shu mushta ko'rsanglar, hozir shu mushta ahvollarda basis onderwijs va middelbaar onderwijs demakchiga deb tushensanglar bo'ladi. Bu bizning tilimizdan bor, ya'ni qisqartirilma siziq. Shu bu normal siziq, lekin ko'p yo'l tekindan farqi biz o'tgan soatlik darslarda birlashtirma siziq deb bu ikki so'zni birlashtirdik, lekin mana qisqartirdi shu so'zlarni. Shu buni işte vexlating deb qisqartirilma siziq deb ataymiz. Endi apostrof, yani apostrofni, yani buni üstün peş deb tarjima qildik. Bu üstü keladigan peş. Buning birinchi xil ishlatish usuli, sizlar buni burun ismni o'rgangandim, o'rganib o'tgan. Yani golland tilida ba'zi ismlarning eng oxirgi harfi 5 so'ziqdosh bilan oyoqlashgan ismlarning ko'plik shaklida üstün peş qo'yildi. Masalan baby, babies, skate, skates, opa, opas, paraply, paraply. Eng oxirgi harfi qarasanglar so'ziq tovush. Bularniki ko'plik shaklini yasagan vaqtda üstün peş, yani üstün peşlik as qo'shimiz. Yani üstün peşning birinchi xil ishlatish usuli shu. Üstün peşning ikkinchi xil ishlatish ahvoli ismlarning egilik shaklida ishlatildi. Ya'ni odam ismlarininki yoki bir o'rin-joy ismlarininki, ya'ni eng oxirgi harfi s, sh, x yoki z bilan oyoqlashgan bo'lsa, biz bularning egilik shaklini yasagan vaqtimizda egilik shakli, masalan Inez, Inez degan ism z bilan oxirlashgan bir odamning ismi. Agar biz Inezning velosipedi demoqchi bo'lsak, u chaqda Inez ustiga üstün peşdan birini qo'yib fetus deb yozsak, ya'ni Inez fetus, yani Inezning velosipedi deganni bildirdi. Yani üstün peş mishada hozir ning deganni bildirdi. Shu Max, Max pen, Maxning qalami, dem bosh invoners, yani dem boshning fuqarolari deb bu yerga üstün peşning, yani ning degan egilik kelish shaklidagi ma'nosi bor. Uchinchi xil ahvol ba'zi ismlarning, yani eng oxirgi harfi y harfi bilan oyoqlashgan ismlarningki kichikiltirilgan shaklni yasagan vaqtda uni üstün peş bilan yoziladi. Masalan pony, ponyning kichikiltirilgan shakli ponychi, lekin buni yozgan vaqtda ch qo'shimchasini biroq ulab yozmaymiz, balki üstün peşchi. Hobby, hobbychi, yani üstün peşlikçe, yani üstün peş bazı isimlarning kichikiltirilgan shaklida ham ishlatildi. To'rtinchi xil ahvol sonlar va harflardan tuzilgan ba'zi so'zlarni turlagan vaqtimizda, ya'ni üstün peş ishlatildi. Masalan BNRs, yani BNRliklar degandek, yani dertih plus, yani 30 yoshdan yuqorilar, 30dan yuqorilar, afirchi, afir qog'oz, amzaschi,
əmzəsliklər deyəndək müşdə sallar və hərflərdən tüzülgən bəzi sözlərinin türlügən vaxtıda müşdə üstün peş işiltildi. Aslı bu des midahıstı, lekin hazır bu des midahı, des afon, des naxtı degan şekilde bu qadim burun işiltilgan şey hazır işiltilmeydi ekan. Çünkü bunu adı yazganda hazır s midahısı, afon, s naxtı dep yana D harfi çup qalıdı. Şu işte üstün peşlerle ifadeleydi. Şu aslında bu s midahısı, aslı şekli des midahıstı. Yani bu til degan özgürlüğü teraqqiy qilib turgan narsa. Daim bir şekilde qaptırmaydı. Sonuçta burun işletilgen nimekin başka bir şekilde kolaylaştırıp şu tilşünaslar, til yazık komutan işleydiganlar toxtamasdan tilni kolaylaştırıp nima qilib turganlikin işte özgürüşler bo'ldi ekan. Endi eng oxirgi ahvol üstün peşni işletildigan odatda ig'iz tilni yiziqcha ifodalagan vaqtimizda. Ya'ni xuddi bizning ig'iz tilimizda bor, ig'izda deganda bir xil yiziqcha yozganda bir xil ishlatamiz. Yani har qaysi yurtlarga qarab o'xshamaydi. Masalan, siz chima deb, lekin u faqat ig'iz tilida ishlatilgan gapni yozsak siz kimu deb yozamiz-ku. Xuddi golland tilida ishda ig'iz tilida degan vaqtida ba'zi harflar tushib qoldigan ishlar bo'ladi, lekin yozgan vaqtida unda bo'lmaydi. Lekin mushu ig'iz tilni yiziqcha yozgan vaqtimizda ham tushib qolgan harflarning hammasini ustun peshla ifodalaymiz. Masalan, ik dacht wel dat mijn zusje het gezien had. Asli cümle bu. Eğer biz bunu ig'iz tilda tiz o'qigan vaqtimizda ik dacht wel dat mijn zusje het gezien had. Yani anlasanglar endi masalan ik dacht wel mijn zusje debni belki ik dacht wel dat mijn zusje het gezien had. Ti. Het deb emas belki ti deb lam o'qidi. It deb. Ik dacht wel dat mijn zusje het gezien had. Yani ig'iz tilda o'qigan vaqtimizda ba'zi harflar ojizlashib tushib qolgan vaqtida uni yiziqcha ifodalagan vaqtimizda ham mushundoq üstün peş bilan apostrof bilan ifodalaymiz. Yani üstün peşninki apostrofninki ishlatilish usullari mushu. Mushundoq qilib mushnolar eng oxirgi qitimliq darsimiz bilan bizning tinish belgilari degan bobda so'zlamoqchi bo'lgan jami 13 xil mushu yiziqchilikda ishlatiladigan bütün tinish belgilariga doir mazmunlar mushnolarni oxirlashdi. Şu darsning birinchi qismini so'zlagandek bu tinish belgilari shu yiziq tilda ko'p qo'llanilgan bir shaklcha. Shu bundan keyin buni ham alayda yodlab o'rganishinglarning hojati yo'q. Bu darsni bir qitim olgandan keyin ham shu bundan keyin maktabda tekstlar uchrab qolgan vaqtida siziqcha, tırnaq, qo'sh tırnaq, peshlarga bir ozroq diqqatinglarni qaratib qo'ysanglar, bu grammatikalik uqum sizlarga inshaalloh tushunish ko'p ketadi, unchalik tez emas. Ma'qulamsa savollaringlar bo'lsa, har vaqt inkas rayini qoldirsanglar bo'ldi. Biz keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Aman bo'lg'aysizlar.